Bugungi videomizda bir kishilik krevetni yasashni o'rganamiz. Birinchi navbatda uzun taxtani tarsovka stanogi orqali bizga kerakli o'lchamda kesib olamiz. Kesib olgan taxtalarimizni randa stanogi orqali randalaymiz. So'ngra randalagan tomonimizni pastga qaratib, resmus stanogiga tiqib o'tkazamiz. Resmusdan chiqqan detallarimizni bizga kerakli o'lchamga qo'yib, sirkularniy arra stanogidan o'tkazamiz. Keyingi navbatda detallarimizni bir xil uzunlikka keltirish uchun tarsovka qilamiz. Navbatdagi prosessimizda bolt va gaykalar uchun teshikchalar ochamiz. Endi esa yog'och sixlar uchun teshikchalar ochamiz. Freza stanogimizda detallarimizni qirralarini avvalini qilamiz. Undan so'ng taxtamizni chuqurchalarini shpaglovka orqali yamaymiz. Undan keyin eksentrik shlif mashina bilan shkurka qilamiz. Keyingi jarayonda krevetimizning oyoq tomonlarini yig'ishni boshlaymiz. So'ngra krevetimizning bosh tomonini yog'och sixchalari bilan kilaylab qoqib va oyoqlarini qotirib yig'amiz. Tayyor bo'lgan detallarimizni bir-biriga qotirib, krevetimizni laklaymiz. Lakimiz qurigandan so'ng krevetimizning 8 ta boltini qo'yib qotiramiz. So'ngra krevetimizning poltaxtalarini qo'yamiz va krevetimiz tayyor. Natija